Tug'ruqdan keyingi depressiya bu har bir ayolni chetlab o'tmaydigan holatdir. Ushbu holatga tushib qolmaslik va uni yengil o'tkazish uchun avvalo bu davrda turmush o'rtog'ingizning va atrofdagilarning qo'llab-quvvatlashi juda muhimdir. O'zingizda bo'layotgan holatni uyalmasdan ochiqchasiga tushuntiring. Nima sizni xavotirga solayotganini, nega sababsiz yig'ingiz kelayotganini yoki arzimas narsalarga jizzaki bo'lib qolayotganingizni ayting. Bu uyatli emas, balki tabiiy holatdir. Bu sizda nimadir noto'g'ri degani emas, balki tanangiz, qalbingiz va hayotingiz bir vaqtning o'zida yangi bosqichga o'tayotganini belgisidir. Bu jarayon o'tib ketadi, lekin u tezroq va yengilroq o'tishi uchun quyidagilarga amal qiling. Birinchidan, o'zingizga dam berishni unutmang. Har kuni oz bo'lsa ham o'zingiz yoqtirgan ishni qiling. Iliq choy ichish, musiqa tinglash yoki 5 daqiqa jim o'tirish ham katta yordam beradi. O'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Har bir ona o'z yo'lida. Va eng muhimi, agar ichingizda og'irlik sezsangiz, bu haqda albatta gapiring. Siz yolg'iz emassiz. Onalik yo'li har doim ham mukammal bo'lmaydi, ammo har bir onaning yuragida cheksiz kuch bordir. Buni aslo unutmang.